Assalomu alaykum. Sizlar bilan Omad Yero kanalida davom etamiz. Mana bunimizni Odysseyga kiramiz. Odysseyjonni endi 1% munosabati tikib ko'ramiz. 3.600.000 so'm keyin yoki tushiramiz yoki oshiramiz. Yoki chiqamiz. Qaysi biri ko'ramiz. Yo'q, hech narsa, menimcha bu yerda hammasi 3 tadan ekan. Bir pachka bo'lib qoldi, yaxshi. Yana bir pachka yaxshilanmi? Yo'q. Bir pachka tushdi. Yashil bersam? Yo'q, yana yashil bermadi. Bittaga otdi. Bittaga yana otdi. Okey, bunday qilsak bizga ham bir pachka berdi. Yomon emas, orqali birinchisi. Bir pachka yana bor. Yaxshi. 18.000 so'm bir pachka tushdimi? Yo'q. Ikki yarim %. Yaxshi. Ikki pachka bo'lib ketmadimi? Yo'q, bo'lib ketmadi. Nega yomon emas, orqali o'yin yomon emas hozircha. O'zini yaxshi ko'rsatyapti. Buni menimcha yo'q. Bir pachka. Ikkisi qo'shiladi. Bitta tushdi. Voy jonivor. Bizni yomon azoblayapti-ku ya. Tushdi. Yo'q. Yomon ekspozit qilyapti lekin bu tushdilar. Berdi yana yashil. Mana qo'yib ishdilar ham keyin. Ay buning bo'ldi, chiqamiz lekin bo'ldi, yetadi shuncha. Foydada chiqyapmiz, tutamiz.